to'ylar muborak, to'yhol bo'lsin. Bugun meni to'yim, Davtura kayf qilamiz. Yosh yarim Shamol shamolni tebratar, bulut bulutni tebratar. Davramizga kelin va kuyovimizning ota-onalarini taklif etamiz. Tirik bo'lsa agar. Assalomu alaykum qadrli mehmonlar. Bugun mana nigeriyalik o'g'limizni to'y ekan. 2 yosh baxtli bo'lsin. O'g'lim bardam bo'l. Povutni berma. Xudovo, bir nima dengin. Bravo, yarim tamom. Ketdik. Bada 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 giren mübarek, bada bada giren mübarek. Bu nimaga kerak? Aka bu g'ayra bo'ladi, jononga bordim bo'ladi. Artistlar ham odam aka, sizga o'xshaganlardan himoyalanish uchun bu. Texnologiya. Qor kelsa ochilsa gullar yuragimni. Mana qarachi. Buncha dabdaba, buncha dekoratsiya, buncha chiroqlar, shamlar, bu erta bu varvarak qilmaydimi narxi? Otaxon bir daqiqa quloq soling. Bizning to'yxonamizda mega skidga ketmoqda. Har bir dona mijozimiz uchun atiga 12 ming so'mdan. Ushbu to'yxonamizda 12 ming so'mga ichga kiradigan oddiy narsalarimiz ham bor. To'yxona uchun redkar, mashina, inomarka, bundan tashqari apparaturalar ichida tekinda xizmat qilib boradi. Bundan tashqari bizda sizni vaqtingizda ayash maqsadida to'yxonamizga oshpaz, san'atkor, videochi, rasmchi, karnay-surnay barchasini kelishgan holda tashkillashtirib berishni o'z ichimizga olamiz. Hurmat va ehtirom bilan Bek to'yxonasi. Pastdagi telefon nomerlariga murojaat qilasiz, barchasi kelishilgan holda.